Mushuk sizga hech qachon kechirmaydigan 5 ta narsa. Sizningcha mushuk hamma narsani unutadimi? Yo'q, shunday narsalar borki, ularni uzoq vaqt eslab yuradi. Birinchisi, uni tashlab ketish. Agar uni yolg'iz qoldirsangiz yoki boshqa odamlarga bersangiz, u sizni yaxshi ko'rmay qolmaydi. Ammo buni unutish juda qiyin bo'ladi. Ikkinchisi, bu qo'pol munosabat. Uni urishish, jazolash, ayniqsa urish bu sizga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Sizga bo'lgan ishonch mushuk uchun hamma narsadan muhim. Uchinchisi, e'tiborsizlik. Agar unga uzoq vaqt e'tibor bermasangiz, un bilan o'ynamasangiz, mushuk o'zini keraksiz his qiladi. To'rtinchisi, bu iflos hojatxona. Mushuk uchun bu shunchaki noqulaylik emas. Bu ularni stressga olib keladi va hojatxonadan foydalanmasligiga sabab bo'ladi. Beshinchisi, ishonchni suiiste'mol qilish. Agar uni doim majburlab qo'lga olsangiz yoki yoqimsiz muolajalarni ehtiyotsiz qilsangiz, mushuk sizga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Agar siz ham mushuklarni yaxshi ko'rsangiz va ularni yanada ko'proq tushunishni xohlasangiz, bizga obuna bo'ling.